Selam dostlar, bugün sizning bilan Türkiye kibitlerinde yürüyüşecekbiz. O'zunchalik tovarlarni sizga saylab ko'rsatirga bo'ldim. Eng boshda shuni eskartasim kelar, kibitlarning uram yog'anda mana shulay yeshqana tovarlar tura, hammani bir kimda o'rlamay. Hozir aydagiz ishga kiramiz. Yangi yil oldidan mana shunday bo'lak tortmalari ham karjinlar sotiladi. Menga qolsa bu o'zunchalik. Qiziqlayburlar ko'p, shunga ko'ra tezlikni orttiramiz. Ketdik. Sori un, shamaxa un, tovuq ham suyak suvlari, ya'ni shulpa. Popkorn uchun kukuruz, bulgurning distalagan turi, halal marmelad, hatto shilaklab, jir titravda birinchi yordam sumkasi, tost yasav mashinalari, 2 qotli shayniklar, air fryer degan pishiruv joylanmasi, albatta endi turk stakani ham bardaklar, turli jemishlardan sig'ib yasalgan pikmezlar, joning tilagan turda ham bayada zaytun, tahin narsa ekan bilasizmi? Temletkichlarning zo'r paketlarda bo'luvi, ko'p turli shokolad ham cheklov kremlari, turli cheklovlarning izmasi, ya'ni pyuresi, kiptirilgan pilmenler, sucuk, turk kolbasasi, albatta endi ayran, yogurtlar, ana bizdagi qotiq yoki kibit qo'ymog'i bilan chog'ishtirishga bo'ladi. Sarma uchun vinograd yaprog'i, kashtan cheklaviga, kunjutli kreker ham simit, imbir ham sarimsoq izmasi, turk qobimliqlari, salatlari ham yufka, bizningcha tuzli qiyor suvi, elektrik yurg'an ham prostinyalar, ko'pgina brendlarning ismlari boshqacha. Bugunga shular, sizga narsa eng qiziqlisi bo'ldi, kommentariylarda yozib qoldirasiz.